Bu doktor bilasizlarmi nima? Kambag'allarni, qiynalganlarni tishini bepul olaman deydi. Shuning uchun qani keldim. Eng zo'r doktor odamlar maqtadi. Kambag'al, puli yo'q odamlarni tishini bepul olib, bepul rentgen qilib, hammasini bepul qilib qo'yaman dedi. Qani kelyapmiz. Haqiqatan ham bepul bo'lsa akalar, telefon nomeri bilan adresini yozaman. Ertalab 9 dan kechqurungi 9 gacha ishlar ekan. Akalar opalar, hozir kiramiz, qani haqiqatan ham bepulmi? Assalomu alaykum doktor bu. Yaxshimi aka? Doktor bu. Sizni juda ko'p joyda maqtashdi, eshitib keldim oldingizga. Haqiqatan ham o'zim tishim og'riyapti yoki bir video uchun emas, prosta xalqqa ham ko'rsatib qo'ymoqchimanki, agar yaxshi bo'lsa shu klinikani internetga qo'ymoqchimiz. Inshaalloh, inshaalloh. Sizda hammasi arzon deydi, rostmi? Rost. Arzon kачественныйda bizga. Necha yildan beri shu sohada ishlaysiz? 6 yil bo'ldi Moskva o'ziga ishlayman. 9 yil bo'ldi-da. O'sha 9 yil. 9 yildan stajimga. 9 yil. O'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha hammasini tushunasizmi? Tushunaman, gapiraman hammasini. Akalar opalar, o'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha xohlagan tillaringda gapirasizlar. Bizga rentgen, konsultatsiya, odamlar yoki sharoiti bo'lmasa, udalение tishni bepul qilib beramiz-da. Misol, kimda sharoiti og'ir bo'lsa, xudoni nimasiga bepuldan qilib beramiz. Doktor bu mangacha. Sizga Endi men besplatni desam uyat bo'ladi. To'g'risi, endi meni sharoitim bor. Meni mayli pulimga qilib qo'ying, lekin qiynalgan odamlar kelsa bepul bo'ladimi? Bo'ladi. Qiynalgan bo'lsa bo'ladi, ha. Başka tish yo'q ekan, kaka tish qo'yish kerak bo'ladi. Shu pulni tozalash kerak ekan. Açıkla. Implantatsiya sifroviy stomatologa bizga bez razrez, dislarni razrez qilmasdan, kesmasdan shablon qo'yib, cho'tka qilib beramiz. Bez og'riq. Nima degani o'zi siz aytgan? Bu aytganimiz implant nima hisobi tish qo'yiladi? Implant o'zi tish yo'q joyga mana shunaqa narsa qo'yiladi, ustidan koronka qo'yiladi. Shuni biz hozir kurslarga borib bez razrez, shablon tayyorlash, shablonni qo'yib, shablon bilan implant qo'yamiz, вообще og'riq sezilmaydi-da. Beog'riq. Beog'riq. Akalar opalar, men o'zim ham hech qanday og'riq sezganim yo'q, to'g'risini aytaman. Pastki tarafimga ukol qildilar, chiska qilib, tepa tarafimga bizikol oldilar. Men hech nimani sezganim yo'q. Tepasiga ukol qilmasdan oldilar. To'g'risini aytaman, zo'r doktor, haqiqatdan ham maqtash yoki reklama uchun emas, realni. Men shuncha doktorxonalarga borganman, lekin mana doktorxonamiz oldiga kelib o'zim tishlarimni tozalatib ketyapman. Nega og'rida kechqurun tagida qum tosh yig'ilgan ekan, uni o'zi olib tashladilar. Gap yo'q, rahmat, Alloh rozi bo'lsin doktor, qo'lingiz haqiqatdan ham yengil.